Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Dream Rezidensiyaga xush kelibsizlar. Mening ismim Tursunov Husanbek. Loyiha ish yurituvchilaridan biriman. Hozirda tugalanib qolgan A blogimizga sayohatni boshladik. Qani ketdik. Mana ko'rib turganlaringizdek A blogimizning fasad qismi ishlari davom etyapti. Endi ichkariga kiramiz. Mana ichkariga ham kirib oldik, do'stlar. Ish jarayonlari bilan tekshiramiz. Pod'ezd qismini mana divorlari oqartirilib, rodbullar tortilib, hamda zinalarga mramor toshlar, granitlar yopishtirildi. Mana pod'ezd qismiga chiqib oldik. Maydonchasida biz ko'rib turganlaringdek pollariga mramor granit toshlarini hamda kafellarini tortilib, mana liftlarimiz tayyor holatga foydalanishga holatiga keltirildi. Yonlariga podvorlarini granit toshdan yopishtirildi. Hamda har bitta xonaga kiriladigan eshiklarimiz o'rnatildi. Hamda yana eng asosiy nimalardan kommunikatsiya tarmoqlari tortilib, shitlarimiz qo'yildi. Mana endi xonadonlardan biriga kiramiz. Avvalambor e'tiborli holati eshik bilan tanishtiraman. Eshigimiz baquvvat, shimma izolyatsiya qilingan. Qulflanish mexanizmlari nihoyatda ko'rib turganlaringdek zamonaviy. Ana endi ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganimizda eng asosiy sanuzellarimizga kiradigan hamda xonadonlarimizni gazobloklari, parda devorlari urilgan hamda har bittasiga izolyatsiya qatlamlari qoplangan. Sanuzelimizda ko'rib turganlaringdek kanalizatsiya, vazifavor, havo tortish quvurlar tortilib tayyor holatga keltirilyapti. Ana endi oshxonaga kiramiz. Oshxonaga kirganimizda mana ko'rib turganlaringdek ichimlik suv tarmog'i tortilib, tayyor qilib, hamda buni yonida gaz tarmog'i quvuri tortiladi. Mana akfalar maxsus tayyorlangan akfaromlar o'rnatilgan. Bundan tashqari divorlarimiz chiroylikina qilib, rodbin shpaklyovkaga tortilgan hamda pollarimiz o'zlashga qilib tayyor holatga keltirilgan. Keyingi xonani bir ko'rsak, har bitta xona istashga pollari tayyor holatga keltirilgan. Balkonimizga chiqishda eshik romlarimiz ham o'rnatilib, hamda balkonlarimiz tashqari qismi perilalari o'rnatilgan tayyor holatda. Ko'rib turganlaringdek xonadonlar shunday holatga keltirilgan. Hamda undan tashqari Wi-Fi tarmoqlari ham tortilgan. Pollar, stashkalari tayyor holatda. Mana do'stlar, A blogimizga sayohat davomida qurilish ishlari bilan tanishtirdik. Ushbu qurilish ishlarini o'z vaqtida belgilangan vaqtida yakunlab, xonadonlarni o'z egalariga topshiramiz.